Kocayım mümkün değil kolaşım. Yok kolaşım bu maydanozu diğer. Burada da şapayla çıkartın. Senin maydanozu. Kalmasın ama balı. Ya. Mümkün değil kolaşım. Uyga qo'lar shuga bo'lmaydi ekan, u ziyon. Qo'lar ziyon bizga, shuga bo'lmaydi ekan. Biz uni tajriba jasab aqli xo'sh demaysiz ekadi. Qo'lni yumurta qilamiz, birinchi bir yumurtani ikkovini ikki staqonga olinglar. Qanday qalam? Endi birojni qo'yamiz. Birojni toza suv quyamiz. Endi birojni toza suv quyamiz. Qo'lar bizning tishimizni bemalol qurtadi. Qo'lar ziyon bizga. Ko'p shuga bo'lmaydi. Buni sal vaqtdan keyin olib ko'ramiz. Yumurtaning qanday bo'lganini. Valla qarangiz mana. Biz qancha bir necha kundan keyin bugun buni qolada turganda olamiz. Va toza suvda turgan yumurtani olamiz. Ikkovi ayirmashligini ko'ramiz ha? Qanday ayirmashlik bo'ldi? Yaxshidan suvdag'ini istab ko'ramiz, toza suvdag'ini. Toza suvdag'ini istab ko'ramiz. Qanday bo'lib tur? Qattiq, ya? Bak so'yingda tur, ya? Mana bu yerda Yumshoq. yumshoq, tushi sarg'aygan, ya? Qarangiz. Tushi sarg'ayib, tushi o'zgargan. Ko'rdingizmi? Qo'lani ziyon ekani. Qo'lar bizning tishimizni qurtadi, den sog'lig'imizni qurtadi. So'ndikdan sara uyda ko'p qo'lar shuga bo'lmaydi. Qaraymi? Endi uyda suv qo'lar ishlaymiz. Valla ko'rdingizmi? Qo'larning ziyonin endi bizga qo'lar shuga bo'lmaydi ekan. Valla bugungi tajribamiz ularmi sizlarga? Ya. Endi uyda qo'lani ishlaymiz. Jaraymi? Qo'lani ishiga tartib ko'p ekan. Bizning bo'yimizni o'sirmay qo'yadi ekan. Endi sara uyda qo'lashasizmi? Sog' bo'linglar.